Qibray tumani Yangiqo'rg'on mahallasida turibmiz. Bu ko'chani oti nima ekan, ko'chani? Bilmaydinglarmi? Obod ko'cha ekan, ha? Assalom. Azimiga assalomu alaykum. Tuzimiz akajonim. Qo'lsiz so'rashsiz, umringiz uzoq, kam bo'lmay akajon. Qo'llar ko'rsiz, ustiga xormay akajon. Baraka topinglar. Hasan akam boshqa ketdilarmi? Hasan akam shamoq. Ha, Hasan akam og'ayingiz kelsa, jamoangiz bilan. Men sho'piringiz bilan. Ular ham ishlayapmi? Asal xormay akajon. Baraka toping, tayinli sog' bo'lsin. Qilgan ish qildi deb aytaveradi. Kim nimasi o'ylayversin. Kommentar yozadi, mana qiladimi? Mehnat qilib, kecha Gulstonni qilayotgan mendan ko'ra qotib qoldim. Juda katta turib ana qotib. Finalda bolalar kecha. Ha, baraka toping, rahmat aka. Avvalambor sizlarga ishlarimiz faxrlansa bo'ladi. Rahmat aka, Azim aka. Bu yerda juda madaniyatda juda katta ish qilasizlar-da. Xuddi bizga bog'lab qo'ygandek har doim labbay kelasizlar-da. Sizlardan minnatdormiz. Bizning mahalla ham xo'p, hattoki mana hokim ham ko'rib turibdilar bu narsani. Albatta faxrlanasizlar bilan. Mirshohid ukamiz ham, Eldor ukamiz ham faxrlanadi albatta qilayotgan ishlardan. Biz ham minnatdormiz. Mana mana shu qancha suv ekonom qilyapsizlar-da. Bu kichkina gap emas-da aka. Qancha bitta anaqa ko'p suvni ko'rasiz, oshib ketyapti hozir. To'lamasa ishtirab to'laydi. Mana shularni yo'lini oldini olish uchun sizlar shuncha harakat qilasiz. Avvalom sizlarga ming rahmat. Baraka topinglar, tayinli sog' bo'lsin. Uzoq bo'lsin. Kam bo'lmaydi. Baraka topinglar, tayinli sog' bo'lsin. Sizlar qadrli yetish kerak edi bunaqa vaqtda. Murojaat tushgan, Husniddin degan bir muxtagan o'g'ildan murojaat tushgan ekan. Shuni qilishyapti. Xudo shukr, kelib baraka topsin. Bosdim. Asosimaga assalomu alaykum. Bir pas qaror yetib kelasiz aka. Sizlar qadriga yetish kerak. Xuddi siz joylar quvvasi umringiz uzoq bo'lsin, Xudodan. Mana shu shikoyatdan Husniddin ukamiz bor edi, muxtagan o'g'il ekan. Darrov kelib qildinglar. Umringiz uzoq bo'lsin. Sizlar boshliq Mirshohga rahmat, Eldorga hammalarga rahmat. Tayinli sog' yuzingiz yorug' bo'lsin. Mana ishlar bilan faxrlanish kerak. Rozi bo'ling, tayinli sog' bo'lsin. Alloh akbar. Rozi bo'lasizlar, hamma? Rahmat azmiga, salomat bo'ling. Rahmat sizga. Sizga ham rahmat aka. Qani bosib oling. Mana Qibray tumani iste'molchilar hisoblanadi. Sizlarga rahmat, sizlarga ham e'tibor uchun. Xursandmizlar bizlardan, suvchilardan ham. Hamma xursand. Tani sog'. Sizlarga rahmat, katta anaqa mana shunaqa dar yetkazib turinglar. Suv toshayotganimiz ekonom qilgan sababchi bo'lamiz. Bir narsani ekonom qilamiz suvlarni. Hammalarga rahmat, e'tibor uchun. Qibray tumani Yangiqo'rg'on mahallasi Obodon ko'chasi bu. Xudosi qilib berishadi chiroyli qilib. Bularga ham suvchi sozga rahbarlarga ming rahmat, hokimiyatga ham rahmat. Bizga shunchalik hamma akil qilib bir yoqdan boshqa xalq muammolarini hal qilib beryapti. Rahmat, shunaqa bo'lish kerak. Hamma havas qilish kerak. Sizlarga ham katta rahmat.